Feruza Normatova haqida shoshilinch xabar. Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 xil shifobaxsh giyohdan tayyorlangan. Immunitetni mustahkamlaydi. Ikkilamchi bepushtlikka yordam beradi. Prostata bezini sog'lomlashtiradi. Tahorat ushlab tura olmaslik kabi erkaklik muammolariga foyda berib kelmoqda. Biz faqat sinalganini tavsiya etamiz. Hoziroq buyurtma bering va sog'ligingizni tiklang. Feruza Normatova asli professional aktrisa, kino va teatr maydonida tajriba orttirgani bilan ko'pchilik hamkasblaridan ajralib turadi. So'nggi yillarda u kino olamidan butunlay uzoqlashdi va bor e'tiborini vaynerlikka qaratdi. Bu yil 36 yoshni qarshilagan Feruza Normatovaning san'at sohasidagi yangi qarashlari boshlandi. Feruza Normatovaning san'at sohasida nima tanlashga majbur bo'lgani haqida, u nega kinodan voz kechganini bizga aytib o'tdi. Aktrisaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning ijodiy faoliyati va hayotiga nazar solsak, aktrisa Feruza Normatova 1989-yilning 27-sentyabrda Sirdaryo viloyatining Baxt shahrida dunyoga kelgan. U oilada ikkinchi farzand, uning opasi, ikki singlisi va bir ukasi ham bor. U Baxt shahridagi 14-maktabda tahsil olib, 2005-yili Toshkent madaniyat kollejiga o'qishga kiradi. Toshkentda yashab o'qish yoki aktrisaga oson kechmaydi. Shu bois u ijodni raqqosalikdan boshlaydi. Ammo hech bir intervyusida bu haqda aytib o'tmagan. Aktrisa 2008-yili kollejni tamomlab, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga o'qishga qabul qilinadi. 4 yil mobaynida mahoratli pedagog Jo'ra Mahmudov kliplarda kichik rollarni ijro etadi. Institutni tamomlagan yili shu Yetmay turuvdi nomli filmga taklif etishadi. Aktrisa 2018-yilga qadar turli-tuman rollarni ijro etadi, ammo ularning hech biri uni aktrisa sifatida kashf etmaydi. Odamlarga qiyofasi tanish bo'lsa-da, birorta rolni unga muvaffaqiyat keltirmaydi. 2018-yil aktrisani Fitna serialiga taklif etishadi. U turmush o'rtog'iga xiyonat qiladigan kelinchak rolni mohirlik bilan ijro etadi. Bu rol uchun juda ko'p tanqidlar eshitganman. Uni bekor ijro etibsiz, hali turmushga chiqmay turib, bunday rolni ijro etmang degan gap so'zlar ham bo'lib o'tgan. Men hech bir rolimda o'zimni ijro etmayman. Ustozlarimiz aktrisa misoli plastilin yoki rolga moslashib ketish kerak deb o'rgatishgan, deydi aktrisa Feruza Normatova. Ijodni boshlagan yillari Feruza Normatova ham ko'plab moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirgan, chunki u paytda aktrisaga beriladigan gonorar u qadar ko'p emas edi. Shu bois u ham boshqa hamkasblari singari to'y xizmatlariga chiqishga majbur bo'ladi. Ijodda nimalardir qilishga, o'z o'rnimni topishga harakat qilardim, ammo hech ko'nglim to'lmasdi. Institutni tamomlagan yilim O'zbekiston Davlat drama teatriga ishga kirdim, ammo u yerda uzoq vaqt ishlay olmadim. Undan keyin Diydor teatr studiyasiga ishlashga bordim. U yerdagi muhit o'zgacha edi. Rahmatli Bahodir Yo'ldoshevdan juda ko'p narsalarni o'rgandim, deydi Feruza Normatova. Aktrisa teatrdagi faoliyatidan tashqari to'y xizmatlarida ham boshlovchilik qilardi. Uning ijodiga befarq bo'lmagan Davron Kabulov uni Million jamoasiga taklif etdi. Komik rollarni ijro etganman, ammo jamoada ishtirok etishga bir oz ikkilanganman. Siz uddalay olasiz deyishgandan keyin ishonchni oqlash uchun 5 ta konsert uchun shartnoma tuzganmiz. Gonorar summasi yuqori edi. Ma'ruf Nosirovning taklifi bilan Shevada gapiradigan ayol obrazi paydo bo'lgan. O'sha paytda to'ylarda chirpirak bo'lib o'ynaydigan raqqosaning videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganda, avvaliga bu rolni ijro etishni istamagandim. Uyalaman, buni ijro etolmayman deganimda, jamoa a'zolari siz orqali shunday raqqosalarga ko'zgu tutamiz deb arang ko'ndirishgan, ammo sahna ko'rinishlari kutilgandan ham a'lo darajada qarshilangan, deydi aktrisa Feruza Normatova. Aktrisaga Million jamoasidagi ishtiroki omad olib keldi, ammo jamoadagi ishtiroki Diydor teatr studiyasi rahbari rejissyor Bahodir Yo'ldoshevga yoqmadi. Unga jamoa yoki teatrni tanla degan shart qo'yildi.
Bahodir Yo'ldoshev tartibni yaxshi ko'radigan inson edi. Afsuski, men bir necha marta repetitsiyalarga kechikib borgandim. Teatrdagi ijodiy muhitni yaxshi ko'rardim, ammo moliyaviy jihatdan o'ylaganda jamoadagi ishtirokim ham yoqardi. Oilaning to'ng'ich farzandiman. Uka-singillarimni o'qitish uchun men ham harakat qilishim kerak edi. Shu bois teatrdan ketishga majbur bo'ldim, deydi aktrisa Feruza Normatova. Durdona Qurbonova va Feruza Normatova Million jamoasidagi ishtirokidan so'ng bir-biri bilan arazlashib qolgan. Durdona Qurbonova hamkasbi bilan o'rtasidagi kelishmovchilikni quyidagicha izohlaydi. Nega munosabatimiz yaxshi emasligini u aktrisadan so'rash kerak. O'sha paytda o'rtamizda har xil gap so'zlar bo'lgan. Hozir hammasiga to'g'ri qarayman. Atrofdagi insonlar hadeb itarashaversa, unga talpinavermaymiz-ku. Bundan tashqari salomga yarasha alik olinadi. U aktrisa ham muomalasiga yarasha javob olgan, lekin hozirgi kunda ularga nisbatan dushmanchiligim ham, ortiqcha gapim ham yo'q, deydi aktrisa Durdona Qurbonova. Feruza Normatova Million jamoasida uzoq vaqt faoliyat yuritganining sababini quyidagicha izohlaydi. Million jamoasi bilan 5 yillik shartnoma tuzgan edik. To'g'rirog'i 5 yil emas, 5 ta konsertga shartnoma tuzilganda men bu konsertlardan 3 tasida qatnashdim va yana 2 ta konsert qolgan edi. U yoqda faoliyatimni to'xtatishga majbur bo'ldim. Jamoadan ketishimga har xil sabablar bor, aynan bitta yaxlit sabab yo'q. Mendirman Jaloliddin seriali syomkasi uchun Turkiyaga ketdim. Mart oyida karantin bo'lib qoldi. Qayta olmadim, repetitsiyaga qatnasha olmadim. Boshqa qizlar bilan repetitsiyalar davom etdi. Men noyabrda keldim, konsert dekabrda edi. Ulgurishim mumkin edi, lekin serialni davomiga ham ketishimiz kerak edi. Vaqt masalasi qolib, tushunmovchilik bo'lmasligi uchun ketishga qaror qildim va ular bilan kelishib oldim. Ketishimga moliyaviy jihatdan muammo bo'lmadi. Agar men konsertdan chiqib gonorarimni berishmagan bo'lsa, aytishim mumkin edi, lekin menda bunday muammo yuzaga kelmadi. Men Millionda chiqishni boshlaganimdan keyin ijodimda Millionga ko'proq urg'u qaratila boshlandi. Men aktrisaman, u yerda ham aktrisa edim, lekin u yerda faqat bitta janr komediya, lekin mening dramatik tomonlarim ham bor. Men baribir bu yo'lda ham ijod qilishim kerak edi. Aktrisa Mendirman Jaloliddin serialida o'rtor hokimi Inolchixonning qizi rolini ijro etgan. 2021-yilda yangi turar joy majmualari quradigan kompaniya bilan reklama bo'yicha shartnoma tuzganman. Shartnoma 6 oy muddatga cho'zilgan edi. Shunda biz o'zaro 6 oy men ularni reklama qilishga, ular esa xizmat haqqimga uyning yarim pulini olmaslikka kelishdik. 6 oylik reklama xizmati $20,000 ga baholandi. Men 2 xonali uy uchun $22,000 pul to'ladim. Uy menga $42,000 ga tushdi. Kompaniyaga sahifamda e'lon qilingan reklama yo'qdi va ular keyinchalik yana 1 yillik shartnoma tuzishni taklif qilishdi. Bu safar reklama evaziga yana bitta xonadon olib, ota-onamga sovg'a qildim, deydi Feruza Normatova. Aktrisa 2023-yilning avgust oyida ta'qib qilingan va bu hol uni qo'rquvga solayotganini ma'lum qilgan edi. Avvaliga bu haqda aytishni ota-onam istashmadi. Atrofimda psixopat insonlar paydo bo'ldi. Hatto Sirdaryodagi uyimning ham manzilini topib boribdi. Undan keyin Toshkentdagi uyimga ham keldi. Eshikni ochmay kim bu desam, ismini aytib, gapi borligini aytayapti. Hayronman, u qulfli eshikni qanday ochdi? Eng hayratlanarlisi, u oilam bilan umra safariga borganimda ham xuddi o'sha guruh bilan borgan. Alloh nasib etgan kun oila quraman degan edim va nasib etdi. Men ham turmushga chiqdim. To'yim munosabati bilan kuyov haqida gap so'zlar ko'paya boshladi. To'g'ri, turmush o'rtog'imning avvaliga 2 ta xotinlari bo'lgan. Ular nikohda zagsdan o'tishmagan. Faqatgina shar'iy nikohimiz bor deb aytdilar. Men bunga qiziqayotganim yo'q. Birinchi turmushlardan bitta farzandlari bor. Buni bilaman. Ikkinchi turmushlardan esa homilador. Shunday ekan, men ularning shaxsiy o'tgan hayotlari bilan umuman qiziqmayman. Men ham yosh qiz emasman. Agarda 18 yoshli qiz bo'lganimda bu haqda o'ylab ko'rardim va bunday to'y qilishga rozi bo'lmasdim balki. Men ham 36 yoshga kirdim. U kishining o'tgan hayotlari menga umuman qiziq emas.
men bilan baxtli o'tgan hayotlari mening hayotim mazmuniga aylanadi. Shunday ekan, 15-oktyabr kuni, ya'ni Feruza Normatovaning MMA jangchisi bilan bo'lgan nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Hozirda Feruza Normatova yangi kelin sifatida Instagram sahifalarida turli xil videolarni joylamoqda. Feruza Normatovaga baxt, omad tilagan muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, Feruza Normatovaga kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.